Demak, bugungi mavzumiz semasiologiya fanidan valentlik nazariyasi va tilshunoslik, ya'ni valentlik nazariyasi bilan tilshunoslikning o'zaro aloqasi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Ya'ni valentlik nazariyasi bu mazmuniy sintaksisda ko'proq o'rganiladi, lekin ammo semasiologiyaga ham oid jihati bor. Ya'ni konnotativ semalar hosil qilishda va boshqa semalarni hosil qilishda biz valentlik atamasiga to'xtalishga majburmiz. Valentlik nazariyasi bu tilshunoslikning sof atamasi hisoblanmaydi. Ya'ni valentlik atamasi bu boshqa fandan bizga o'zlashib kelgan sanaladi. Demak, bugungi mavzumizda rejalari quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz valentlik nazariyasining paydo bo'lishi, ikkinchisi valentlik nazariyasining tilshunoslikka kirib kelishi, uchinchisi lisoniy birliklar valentligi tushunchasi haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, valentlik tushunchasi tilshunoslikka kimyo fanidan kirib kelgan sanaladi. Ya'ni kimyo fanini o'zaro aloqasi natijasida tilshunoslikka yangi bir atama kirib keldi. Bu kimyo fanida valentlik atamasi quyidagicha ma'noni anglatar ekan. Ya'ni kimyoviy bog'lanish valent elektronlar hisobiga vujudga keladi. Bu 3 ta usul bilan amalga oshadi. Ya'ni ikkita reaksiyani tenglashtirib turuvchi narsa valentlik hisoblanadi. Kvant bog'lanish, ionli bog'lanish va metall bog'lanishda valentlik amal qilar ekan. Har bir atomning valentligi mavjud. U elementlar atomlarining kimyoviy bog'lanishlar hosil qilish xususiyatidir. Ya'ni valentlik bo'lmasa kimyoviy birliklar bog'lanishga kirishmaydi. Valentlik berilgan atomning boshqa atomlar bilan birikkan kimyoviy bog'lanishlar soni sifatida aniqlanadi. Demak, valentlik nazariyasi va tilshunoslikka valentlik atamasi o'tgan asrimizning, ya'ni 20-asrning 40-yillarida kirib keldi. Tilshunoslikka ilk marta olib kirgan olimning ismi Kasnelton tomonidan 1948-yil yozilgan O grammaticheskiy kategoriy atamasida kiritildi. Valentlik atamasi latincha valentia so'zidan olingan bo'lib, quvvat, kuch degan ma'noni bildiradi. Kimyo va tilshunoslikda valentlik tushunchasi nazariyasi bitta narsadek go'yo, ya'ni kimyoda elementlarning o'zaro bog'lanishini tutashtirib tursa, tilshunoslikda esa so'zlarning o'zaro bog'lanishini tutashtirib turadi. Valentlik tushunchasi bu atama kimyoda bir element atomining boshqa element atomi bilan bog'lanish xususiyatini ifodalash uchun qo'llanilsa, tilshunoslikda leksemaning boshqa leksema bilan bog'lanish qobiliyatini ifodalash uchun ishlatiladi. Teniyerning qarashlari. Valentlikni faqat fe'lga nisbat bergan bu olim valentlikni fe'l qo'shib olishi mumkin bo'lgan aktantlar miqdori sifatida belgiladi. Valentlikni bunday tushunish verbocentrik, ya'ni fe'lga oid, fe'l markazi fe'l bo'lgan har qanday gap asosida fe'l yotadi deb hisoblash nazariyasining asoschisi sanaladi. Teniyerning fe'llarni valentlik bo'yicha tasniflashi avalent, ya'ni shaxssiz fe'llar, bir valentli o'timsiz fe'llar, ikki valentli o'timli fe'llar, uch valentli fe'llarga bo'lgan. Bog'lanuvchi elementlardan qaysi biri biriktirib oluviga qarab, ya'ni qaysi biri birikuvchi ekaniga ko'ra faol valentlik va nofaol valentlikka bo'linar ekan so'zlar. Lisoniy birliklar valentliklarning yuzaga chiqish zarurligi yoki zarur emasligiga, ya'ni shu belgisiga ko'ra majburiy obligator va fakultativ valentlikka bo'linadi. Mavzumiz shulardan iborat. Ya'ni biz buni ko'proq qaysi fan bo'limida, ya'ni tilshunoslikning biz grammatika bo'limida ko'proq o'rganar ekanmiz, lekin semasiologiyada biz buni ma'noviy tomoniga
ko'proq e'tibor qaratar ekanmiz. Ya'ni turli sathlardagi ma'no birliklarini o'rganganligi uchun semasiologiya ham buni o'rganishi zarur ekan. Bugungi mavzumiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimizni kuzatishda davom eting.